Hammaga do'stlar, yaxshimisizlar? Yaxshi bo'libsizlarmi? Do'stlar, men bugun kanalimdagi video juda ham qiziqarli video bo'ladi. Bu videoda bugun biz sizlar bilan birgalikda klubnika в shokolade qilib ko'ramiz. Bugun biz klubni olganmiz. Mana shunchasini olib qo'ydim klubnika в shokolade qilishga. Keyin menda shunaqa shpashkalar bor. Mana bu uzun shpashkani ikkiga bo'lib oldim. Shunaqa qilib, menimcha yetsa kerak, yetmasa yana sindirib olamiz. Juda ko'p. Keyin shunaqa shokolad oldim. Mana bu ikkita oddiy qora shokolad. Mana bu ustiga bunday qilib bunday chizib chiqish kerak. Короче, ko'rasizlar video davomida. Bu videodan boshlamasdan like, подписка va колокольчик bosib ketish unutmanglar do'stlar. Qanday videodan boshlaymiz? Ketdik. Burada menda issiq suv bor hozir. Shunga mana bu kosani qo'yib, ustiga shokoladlarni qo'yib, eritib olamiz. Ishimizni endi shokoladlarni ochib, bo'lib bunga solamiz. Men paketni o'zida eritsanglarchi, noqulay bo'lib qoladi-da. O'shaning uchun ustiga solib eritamiz. Ozgina yesam shunaqa emasmikin? Qulupnaylar yumaman ko'p. Bu erigancha qulupnaylarni yuvib olamiz. To'la bo'ldi. Ana buni eritamiz. Buni yuvib oldim. Endi buni umuman suv qolmaguncha yaxshilab quritishimiz kerak. 1 gram ham suv qolmasligi kerak. Bunga birinchi bunday sochiqqa yoyib olaman-da. Hammasi taqlab chiqamiz. Hozir taqlab bo'lib ham sizga ko'rsataman. O'zi ham qulupnaylar katta ekan. Endi bularni bundoq qilib quritib chiqamiz. Mana do'stlar, bularni Короче, shunaqa qilib quritib chiqasizlar. Menga buni solamiz. Короче, shunaqa qilib. Endi bu mana qilib aylanib turar ekanda, bunga ozgina shunaqa yog' qo'shib olamiz. Gazga qo'yib oldim, chunki erishi juda ham qiyin bo'lib ketdi. Qaranglar, mana o'sha eryapti. Men уже eritib oldim, shokoladim anda turibdi. Endi mana bularni bunday qilib shpashkaga tiqib chiqamiz. Mana bunday qilib qirg'izib chiqaman. Yashil barglarni olib tashlab, shuna qilib hammasini qirg'izib chiqamiz mana bunday. Bunday aylantirasiz bo'ldi. Keyin mana bu shpashkani tiqamiz-da. Mana shunda shokoladga botirib olish osonroq bo'ladi. Qo'linglar shokoladga kirib ketib yurmaydi. Короче, hammasini shunaqa qilib chiqamiz. Bugun maktabda zo'r narsa bo'ldi deydi do'stlar, miyam kelib qoldi. Короче, Malika o'rtog'im bilan o'tirgandik-da. Shunaqa qilib u kulyotdi. Men ustimga bundoq qilib orqa tarafga men bu yerda o'tirman, u men qasiga o'tirdi. Yo, yotmoqchi edi, yiqilib tushdi dedi. Voy. O'zi ham maza qilib kuldik unga. Shunaqa. Bilasizlarmi do'stlar, men D sinf bo'lganman, a'lochilar sinfi bo'lganman men.
yoda bizga har xil shartlar qo'yiladi. Shartlar deganda o'zini sinfda shunaqa majburiyatlarida tipa. Misol uchun faqat oq qora kiyinish kerak, qizlarga shim kiyish mumkin emas. Faqat yubka. Keyin yana qanaqa edi? Kitob, daftarlar hamma joyida bo'lishi kerak. Keyin darsga vaqtida kelmasanglar, minutinglarga 5 minut to'laysizlar. Kech qolib kelsanglar agar. Hammasi qilib bo'ldim, endi qo'limni yuvib olamiz. Vaqtimiz eribdi do'stlar, endi bunga yana yog' quyapmiz, chunki boya quymagandim. Bo'ldi. Shunda ham yaltirab turadi-da. Men buni klubnika в шоколаде qilib sotadigan insta blogerlar bor-ku. O'shalardan ko'rdim. Zo'r chiqyapti lekin shokoladni o'zi ham. Hozirlarga ustki tarafidan ham ko'rsataman. Do'stlar, zo'r chiqqani. Endi bunga mana bu qulpinalarimizni botirib olamiz. O'tirib oldim do'stlar. Yana bitta tarelka kerak bizga. Tarelka emas, bunaqa narsaga qo'yamiz. Taxta kechga. Taxta kach dedimmi? Taxta kachga. Mana bunda olamiz-da. Keyin bunda qilib voy tushib ketdi. Короче, shunaqa qilib olasizlar. Birinchisi do'stlar. Tushib ketyapti shpashkamdan. Bunga bundoq qilib tiqish kerak shekilli, ikkitalab. Qaranglar qanaqa zo'r chiqyapti. Do'stlar, men rus tili kursiga boryapman, bilasizlarmi? Registon degan joyga, xohlasanglar sizlar ham boringlar. Juda ham zo'r o'rgatishar ekan, menga juda ham yoqdi. Gruppamdagi qizlar ham hammasi juda ham zo'r. Ko'p narsalarni, o'zi ko'p narsalarni bilaman do'stlar. Baribir yana o'rganishim kerak. O'shaning uchun kursga boryapman. Qaranglar do'stlar. Juda ham zo'r chiqadi. Buni ustiga hali oq shokoladdan mundoq qilib surishim kerak. O'zi shunaqa qilib tiqish kerak ekan, bo'lmasa tushib ketar ekan. Do'stlar, gapirishga gapim yo'q-da. Bo'lmasa gapirib o'tirardim. Nima deyishni bilmayapman. Bizga endi do'stlar, shu may oyining oxirida test bo'ladi. Agar u testdan o'ta olmasak, biz o'zimizning sinfimizga o'tib ketamiz. Testlardan agar yiqiladigan bo'lsak, bitta sinfdan, ya'ni a'lochilar sinfidan chiqib ketamiz, lekin xudo xolasa o'tib ketamiz degan umiddaman. Sizlarning maktabingizda ham shunaqa sinf bormi? Ya'ni ajratib olingan, saralab olingan. Kommentariyga yozib ketinglar.
juda ham zo'r chiqyapti. Shokolad ortib qoladi yo'qmi? Men bitta shokolad yetmaydi deb o'ylagandim. Shunisini o'zim yeyman do'stlar. Joy qolmayapti, nima qo'yadigan? Shokoladim ortib qoldi-ku. Bo'ldi. Qo'llarimga tegib ketish kerak. Hozir ko'rsam qanaqa chiqqanini. Do'stlar, zo'r chiqdi-ya. Endi buni hozir morozilinga qo'yamizda, keyin ustiga oq shokolad qilamiz. Shuncha shokolad ortib qoldi. O'zi bitta olsam ham yetar ekan. Xolodilnikda yana bor edi qulupnay, o'shani olib, hozir o'shani ham qilib yuboramiz. Tayyor yuvilgan do'stlar. Shunday olib qilsak bo'ldi. Xo'sh, bunga ham boshqa qilish kerak. Bo'ldim do'stlar, qaranglar. Qolgan shokolad уже. Oxirgisini yeb qo'ydim-da. Endi oq shokoladimizni eritamiz. Qo'lim o'zi erib ketyapti. Menga oq shokolad yoqmaydi do'stlar, negadir. Shuni yeb ko'ramiz. Endi buni ham gazga qo'yib, issiq suvga shunaqa qilib eritib olamiz. Shokoladimizni endi mana shu paketchaga solamiz. Bunday qilib keyin chiqamiz. Oldim do'stlar, menimcha yetadi shu. Qolganini solmadim. Mana shunaqa bo'ldi. Endi buni uchini teshamiz. Shunaqa bo'lib chiqdi. Endi hozir bunga oq shokoladni qilamiz. Do'stlar, endi bunga dog' qilib chiqamiz. Vau, qaranglar. Vau, cho'tki chiqyapti-ya. Menga juda ham yoqyapti. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Böyle do'stlar. Zo'r chiqdi-ya вообще. Bu yerda bittalarni bor. Men bu qilganim zo'r chiqdi menimcha. Endi buni morozilinga qo'yamiz. Men уже morozilinga qo'yib qo'ydim. Endi uni taxminan 5 minut kutamiz. Stolni ham yig'ishtirib oldim. Do'stlar, tayyor bo'ldi, qaranglar. Endi bularni yeb ko'ramiz. Men buni prosta qilib qo'yaman shokoladda. Menga eng yoqqani
Давайте eng kattasini yeymiz. Eng kichkinasini yeymiz mayli. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. İkinci marta içeceğim. Wow, четкий. Gap bo'lishi mumkin emas. Ichini qaraylik. Ichida dubayskiy nachinka bo'lsa, undan ham zo'r bo'ladi. Shuni ham ko'rish kerak. Menga kislik qulupnay tushib qolibdi-da. Boya yeganni qo'yganlar shunut просто bu kislik. Voy, endi bilan akamga ham yedirib ko'ramiz. Men bunga 10 dan 10 baho beraman. Cho'tki chiqqan. Qo'llarni dard ko'rmasin. Like bosib ketdi-da. Klubnika shokoladini uyimdagi hamma yeb ko'rdi, hamma 10 dan 10 baho berdi. Juda ham zo'r chiqdi. O'zimga ham juda ham yoqdi. Sizlar ham albatta qilib ko'ringlar va bu videomga like, podpiska va колокольчик bosishni unutmanglar do'stlar. Xayr, sog'lom bo'linglar.